O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Dilfuza Ismoilova $80,000 chuv tushdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Firibgarlikda ayblanayotgan ayol avvaliga xonandaning gapiga qo'shilgan. So'ngra o'zini sitrus mevalar oldi-sottisi bilan shug'ullanuvchi tadbirkor sifatida ko'rsatib, xonandaning $80,000 mablag'ini o'zlashtirgani aytilmoqda. Xonanda Dilfuza Ismoilova firibgarlik qurboni bo'ldi deb xabar bermoqda Hudud informatsion dasturi. Unda aytilishicha, qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova katta miqdordagi pulga chuv tushgan. Unga yetkazilgan moddiy zarar $80,000 tashkil etadi. Hozirda ushbu ish jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudida ko'rib chiqilmoqda. Sudlanuvchidan faqat Dilfuza Ismoilova emas, boshqa fuqarolar ham jabrlangan bo'lishi mumkin. Ish tafsilotlariga ko'ra, sudlanuvchi avvalida xonandaning gapiga qo'shilgan. So'ngra o'zini sitrus mevalar savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkor sifatida ko'rsatib, uning ishonchiga kirgan. U chetdan keltirayotgan sitrus mevalarning har bir yuk mashinasidan 25-30 ming foyda olayotganini aytgan. Bunga ishongan Dilfuza Ismoilova, men ham biznes qilmoqchi edim, yaxshi reja ekan, pul tikaman degan. Ular foydani teng bo'lishga kelishgan. Shu tariqa xonanda sudlanuvchining tuzog'iga tushib qolgan. Sudlanuvchi oldin ham Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik jinoyati bo'yicha sudlangan bo'lgan ekan. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.